Futbolchi o'yin paytida hojatxonaga borgisi kelsa, nima qiladi? Maydonda buning uchun hech kim hushtak chalmasligi aniq. O'yin 45 daqiqa davom etadi, to'xtovsiz. Odatda o'yinchilar bu muammoni oldindan hal qilishadi yoki tanaffusni kutishadi. Ammo ba'zida bunga dosh berishning iloji yo'q. Bu narsa Lamin bilan Portoga qarshi o'yinda sodir bo'ldi. Yigit shunchaki buzilib ketdi va hech kimga hech narsa demasdan stendlarga yugurib chiqdi. Natijada jamoa yetakchisiz qoldi. Murabbiy u jarohat oldi deb o'yladi va zudlik bilan o'rnini almashtirdi. Lamin esa oradan biroz o'tib, skameykaga tomoshabin sifatida qaytdi. Bu voqea yangiliklarda portlab ketdi. Ammo Lamin bunga yagona misol emas. Bir vaqtlar Erik Dier ham xuddi shunday qilgan edi. Farqi shundaki, uning murabbiyi Jose Mourinho bo'lgan. Va siz bilasiz, Jose o'tirib kutadigan odam emas. U hatto o'yinchining orqasidan yugurib, u qayerga ketdi o'zi deb qaragan. Ammo hikoya quvnoq tugadi. Tottenham o'sha kuni g'alaba qozondi. Jose esa keyin hazillashib dedi: "Bugun bizning eng yaxshi o'yinchimiz hojatxonadagi Dier edi. Ammo afsonaviy darvozabon Jens Lehmann esa yechinish xonasiga yugurishga ham vaqt topmadi. U shunchaki maydon chetidagi axlat qutisini nishonga oldi va darhol o'yiniga qaytdi. Hamma narsa aniq. Go'yo shunday bo'lishi kerakdek. Ha, bu haqiqiy professional degan so'zning o'zi."